Sinirus. Bu qo'yda sinirus kasalligi boshlangan. Ko'zi ko'rmasdan uchun lablarining oxiriga urib, lablari yorilib ketgan. Agarda sizning ham xo'jaligingizda qo'y bo'lsa, bu videoni albatta ko'ring. Agar bu qo'y sog'lom bo'lganda, joyida turmasdan yugurib ketgan bo'lar edi. Sababi nima? Mana bu qo'yda sinirus kasalligi kechmoqda. Hozirgi kunda sinirus kasalligini davolash 50 ga 50 emas, balki 60 ga 40 desa ham bo'ladi. Lekin qo'yingizni mana shunaqa holatga tushib, nobud bo'lishini oldini olish uchun immunoparazitan vositasida belgilangan grammlarda, belgilangan vaqtda emlab qo'ysangiz, hayvoningizni kasal bo'lib, nobud bo'lishini oldini olgan bo'lasiz. Kasallik boshlanganda esa immunoparazitandan olib 1,5 ml da 4 kun oralatib bo'yin muskuliga inyeksiya qilsangiz, qo'yingizni nobud bo'lish ehtimoli qisman kamayadi. Davolash uchun immunoparazitandan 1,5 ml mana bu yerda bo'yinning uchburchak joyiga, bo'yin muskuliga 1,5 ml hajmda qo'llaniladi. Mana hozir birinchi inyeksiyani amalga oshirdik. Yana 4 kundan so'ng qayta inyeksiya qilamiz. Lekin bir gap esingizdan chiqmasin. Kasalni davolagandan ko'ra oldini olgan yaxshi.